U-Tower. Assalomu alaykum hammaga. Shu joyimizni arendaga topshiramiz. Ustiga hech qanaqa ortiqcha to'lovlar yo'q. Holati korobka maydoni 284 kvadrat. U-Tower shunday ikkinchi qavatida joylashgan. Kirib kelishlarini ham hozir ko'rsataman. Kirib kelishlari, bu yoqda podzemniy parking, yoki yon atrofga ham mashina qo'yishlari bemalol. Ofis ichiga kirish ham juda ham bemalol. Shuni tashqarining o'zidan mana shu liftdan kiriladi. Shu sizlar ko'rib turgan Toshkent City'da ham bunaqa ofislarning narxi $35 dan baland topshirilyapti. Bizlarniki undan 2 barobar arzon. Mana shu men turgan joy, fasadlari ham juda ham keng. Ichkariga kiramiz. Kirganimizda patologlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Примерно 4 dan baland. Ichkari patolog undan ham baland. Mana shu holatda. Ichkarida salondan qorong'iroq, ichkarida ham shunaqa joylari bor. Ikkita tarafga to'g'ri kelgan holatda taklifingni bo'lsa ko'rib chiqamiz. Yana remontini ham gaplashsak bo'ladi. Tezroq aloqaga chiqaverasizlar.